Qadrli tomoshabinlar, hozirda mana shu quyonchamizga muolaja qilish jarayoni 3-kuni. Birinchi kelgan kunida anchagina ishtahadan qolgan edi. Hozirda esa karmushka paelkalarida, karmushkasida korim yeyilgan, suvlari ichilgan. Ya'ni rezultat to'la, axlati to'la, nima desam, kattaga to'la po'q yotibdi ama yo'q. Yeb ichib yotibdi. Qo'pol qilib tushuntirganda. Bu esa rezultat degani. Qani, polvonjon bitta stoykani ko'taringchi. Sizni xalq ko'ryapti, sizni xalq. Faqat hozir bitta ukol qilaman, bizni so'kmaymiz, qani. Bu baniyati shifo siz uchun. Bismillah. Qani jonivor. Hoppa. To'g'rini yubordik. Endi yaxshilab yedirib yuboramiz. Ichiga 10 gram dori ketdi. Quyonni o'ldirib qo'yadi, buncha katta doza deyishadi. Yo'q, birodarlar. Bu sinalgan, tajribadan o'tilgan metod. Xo'sh, yedirib yubordik. Quyoncha hajjoningdon dedimi? Deyapti-da. Inshaalloh O'zbekistonimiz uchun hali sen ko'p bolachalar tug'ib berasan. Sendan umidimiz katta. O'lsang o'ldiraman deb aytib qo'ying. Endi ikkinchisi antibiotikni uramiz. Sonidan urayotganda ehtiyot bo'lamiz. Nepravilniy ukol nerv sistemasini falaj qilishi mumkin. Og'rirdiki deyapti-da. To'g'ri og'riydi. Jonjon sen uchun bu. Sen uchun. Endi vitaminni uramiz. Shprisimiz qiyshayib qolibdi. Bu assistentdan aybi menimcha. Bizga dorilar tayyorlab bergan assistentdan aybi. Yoqmayapti. Qisman bo'lsa ham jo'natdik. Endi azitromitsin odam aptekasidan olingan rossiya tabletkani quyonchani burnidan va og'zidan tomizdiramiz. Mana shu holatda o'ylamang. Hayotda quyonga dori ichirtira olmaysiz. Yotqizib olganingiz ma'qul. Lekin hozirda burniga qilsak bo'ladi. Quyon hozircha tinch. Bunisi ketdi. Ikkinchisi ketdi. Endi og'zidan ichirib olsak, yine bo'ldi, xolos. Qanaqa quyonjon. Ochamiz og'zimizni, doktor aytganday. Hoppa. Bo'ldi. Hamani quyon ekan. Meni quyonlarim hayotda bunday turmasdi. Bunday ukol uraman desam deb turardi. Ano prikollar bor-ku, qo'yni oldiga kezaga qo'y turadi-ku. Quyonlar xuddi shunaqa turardi-da. Bu quyon mardonalar turibdi. Barakalla, polvon. Polvoncha. Hammasi juda yaxshi. Muolajani 3-kuni endi quyonchani kataga qo'yib yuboramiz. Shu kamera ortida men tomosha turayotgan, misol uchun muxlislarim kulayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu ayni haqiqat. Xo'sh, ana endi bizga kerak 5 ta kompleks dorining ichida birinchisi askarbinka ishtaha uchun, ikkinchisi vitamin kompleks quyonga yetishmaydigan hamma nimaki vitaminlar bo'lsa o'rinni qoplattiradi. Xo'sh, uchinchisi nafas yo'li sistemasidagi bo'lgan muammoni bartaraf etish uchun sulfagan fakain
Xo'sh, 4-si dexametazon, 5-si glyukoza. Har birining o'zining funksiya vazifalari bor. Dexametazon nima uchun desangiz, 4 ta kompleks dorining ichida bir-biriga zid reaksiya kirishi mumkin. Bu esa stabillashtiradi va mana bu vitaminimiz allergiya berishi mumkin. Kачествоsi zo'r, lekin allergiya aks ta'sirini dexametazon stabillashtiradi. Endi bu yordamchi vositalar endi davolash azitromitsin 0,5 mg sonidan ukol qilamiz va 5 xil aralashmani teri ostidan ukol qilamiz. Ana endi bo'limi yo'q. Yanada azitromitsin tabletkasi, rossiyskiy tabletka bitta pachkaning ichidan 3 ta chiqadi. Bittasini yaxshilab ezamiz, 5 gram suvga aralashtirib, ikkita shpritsga tortib. Birinchi shpritsni ikkita burundan yaxshilab yuboramiz, ikkinchi shpritsni og'izdan ichirib yuboramiz. Bu jarayonni esa siz azizlar bilan banglatamiz hozir. Qadrli birodarlar, ko'rib turibsizlar. Kimlardir mana shu holatda quyondan voz kechadi, so'yib yuboradi. Kimlardir misol uchun davolashga harakat qiladi. Bu insonni hafsalasiga bog'liq. Agarda mana shunaqa go'sht yo'nalishib boqilayotgan italyanskiy qiyon quyonlar bo'lsa, o'ylamasdan so'yib yuborsam bo'ladi. Lekin bu yerda mijozimiz yaxshigina summada uni 2 oylik vaqtida strakach boqaman deb yaxshi niyatlarda olganlar. Hozirda buni ayni O'zbekiston hududida narxi, endi zoti tayin son liniyasi hammasi aniq, toza, yaxshi ekanligi uchun narxi 1,5 milliondan 2 million so'mgacha. Mana shu strakachlar narxi. Uni shunchaki so'yib yeyish bu nereal narsa. Imkon bo'lsa davolab ko'rish kerak, ko'z yetsa. Unga ham qanday darajada quyon bo'ldi, xo'jayin bo'laman, kerak emas deb turayotgan bo'lsa, "Yo, hozir ukol qilaman senga, hayot eliksirini ichiraman senga." Emas, ahol quyonni ko'ring. Ovqat yeyaptimi, suv ichyaptimi? Azgina bo'lsa ham immunitet sistemasi turib beradimi? Salgina yaxshi bo'lsa, bosing. Bo'lmasa agar xotin pichog'ini olib keling. Qozon ko'p yeymiz hozir. Bo'ldi, boshqa variant yo'q. Salomat bo'lasizlar.